Hurmatli obunachilar, sigirni olibtalarga ishqibozlar, mana kelaverasizlar. Aka, durib mehnat qilib 15 kundan beri boqib 500 ming so'mga olib bortirib bersam, bola chaqam bilan qilgan mehnatimga foyda qilmay qoladi. Ochiq o'yinni kellaylar, gap olinglar, o'rtada qilinglar. Gala kelganda olasiz, sizga olasiz. 1 million aka. Ha, bor baraka. Bob baraka, gap yo'q. Aka, o'sha olib ketgan molingizdan xursandmisiz? Rahmat aytdi. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, suyunchisi mendan gap so'z yo'q. Aka, buyurim nasib qilsin, oxiringiz molga to'lsin aka. Molingiz menikidan ham ko'payib ketsin sizniki. Juda kuchli ekan aka buni. Hamma yo'q mendan oldim. Men xursandchilik 500 oldim, 58 ga qo'ysiz, dangallik qiling. Ha, berdilar. Bob baraka. Sotaman boshqasini ham sotaman. Iloji odatini sotaman. Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Abrorus kanalining ashaddiy tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Toshloq tumani Arab mozoridamiz, hurmatli obunachilar. Davlat akamizning xonadoniga tashrif buyurganmiz. Akamiz chiroyli, eng zo'rlardan, ishonarlilardan yig'ib qo'ygan doimgidek akalar. Ular chiroylab xalqimizga ko'rsatib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Akalar, bir donadan like tugmalarini bosib, kanalga mehmonlar obuna bo'ling yoki podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yasizlar. Inshaalloh biz har kuni Abrorus kanaliga yangi videolar qo'yib boryapmiz akalar. Sizlar uchun foydali bo'ladi. Bugungi sanamiz 22-aprel sanasi, haftaning seshanba kuni 2025-yil. Davlat aka, assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom, kelyapsizmi? Bormang. Sog'lig'ingizmi? Abrorusda ashaddiy muxlislari uchun, obunachilari uchun mollar chempionlarini olib kelganman. Joningiz sog' bo'lsin aka. Xudo xolasa, narx-navoni 12 ta viloyatda bozoriga ham, videosiga ham, boshqasiga ham solishtirib olaversin. 5 million, 4 million любой molimdan arzon bo'lmasa hisoblat. Gap yo'q. Xudo xolasa, kelishilgan holatda yetkazib borib, vodiy bo'ylab dastlabkilar bepul. Dastavkalar mutlaqo bepul akalar. Ha, vodiydan ag'iga, misol uchun men buni Xorazmdan so'rab turib, "Mana pulga aytyapsiz" deganga, men bu mollarga 5 million pul qo'yib aytganim yo'q aslida. Misol 5 million kerak qilib borib berganini naql qilmayman. Sababki ziyoniga kelib qolaman. To'g'ri. Shuning uchun kelishilgan holatda bo'laveradi yo'q. Misol uchun u akaga misol uchun bir tomonini qilib beryapman o'shanda. Hammasidan qilganim yo'q. Mollarda chempionlar birinchi sortlari. Narx-navonimiz mollar rosa saralangan. Nimaga bugun sizda arzon deganga, men o'zim mehnat qilib narx arzonlikda kelgan molim 90% o'sha tuqqan mollarim o'zim. Bo'g'ozligida olib yetiltirib, tug'dirib va mollar. Shuni joningiz sog' bo'lsin aka. Xudo xolasa obunachilarimizga chiroyli qilib chiqarib beramiz. Ukam xudo xolasa sog' salomat kelishi anaqasida mollar chiqarib beramanmi? Ukam o'shadan turib ham layt bosadi. Inshaalloh. Ha, ammo kenzapasga to'palan qiladi, men sizdan arzon dedi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, ko'rib boraverasizlar. Chiroylab sizlarga ma'lumotlar beraveramiz. Akalar, mollar lekin gullari chempionlari. Mana bu ostni ko'ringlar akalar. Akamiz bu safar tayyorlanibdi, lekin juda zo'r. Tayyorgarlik kuchli bo'pti aka. Deb mollarda xudo xolasa chempionlar, Qora shahzodasini qarang, buni qarang. Joning sog' bo'lsin. Mana buni qaranglar akalar. Aka, bitta narsa esdan chiqib qoldi. Hozir haligi yutuqlarimizga yetmay o'tib ketdik. Shularni bitta qaytarib qo'ying aka. Shu Abrorus keyingacha bitta yutib ololmaysizlarmi? Bitta qo'zayimmi, qo'chqorimmi yutib ololmaysizlarmi Abrorus? Yutadi. Abrorus o'zi e'lon qiladi shuni. Yo, eshitib shuni e'lon qiladigan bo'lsa, men sizga aytayapman, 4000 ta layt yig'sa 500 dollarlik qo'chqor dedim. Eng chiroyli kommentariy yozgan insonga. Buni ko'p soniga emas. 5000 ta yiqqanga 14 million 500 million ovozchamiz bor dedik. 6000 ta layt yiqqan, 10000 ta yo'q gapda aynaqishga 6000 ta yiqqan odamga bu hali tushunmagan bu bo'lmagan narsa deydi. Yutda, ko'rdi, ko'zlarim bilan tirik yo'qsa, bitta bo'lsa ikkita qo'chqorda egalariga topshirdik birgalikda. To'g'ri. Xudo xolasa, ular 500 mingdan topshirdik. Ha, 500 mingdan topshirdik, topshirdik. Bitta narsaki bu mollarning narxi navosiga u 20 millionlik onasini hisoblaydigan bo'lsangiz, vaqti to'g'ri kelmaydi. U moldan molga ekson xolos. Sog' salomat Xorazm, Buxoro, Qoraqalpog'iston, Samarqand, Buxoro qilib yetkazib bor ekanmiz, sog' salomat bu mashinada bor ekanga, Xudoning yo'lida bir ehsoni xolos u. Bu yutuq sabab xolos u. Yutib olsin, men roziman, unga gap so'z urishim mumkin emas. Akalar, eng chiroyli, halol mana shu videoni ko'rib, akalar o'zlaringiz xulosa qilasizlar, dag'in bitta kommentariy yozasizlar. Kimniki ko'p like yig'sa, o'sha insonga bo'ladi. Yutuq. Mana, boshladik akalar. Birinchi molimiz bolasimi aka? Bolasi xonazincha. Bolasi xonozim mana, bash qaranglar. Mana. O'zi Qora shahzodasidan. Bozay ash taydini berib 17 litr sut beryapti. Gap yo'q. Bozay taydi, mo'naga suskalar. 17 ta sut akalar. Joning sog' bo'lsin mana.
Yaqinroq yetilaver. Xohlasa bo'zayi arqam tushib aqabaqa bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa 20 taga olib chiqaveradi. Inshaalloh. Endi Shu akalar 4 dona. turdona. Ammo ikkinchi qorin. Ikkinchisiga gap yo'q. Mana. Hurmatli obunachilar, narx nima deymiz aka buni? Narxini Doimgidek aka. 35 million desang ham ko'taradi, 36 million desang ham ko'taradi. Lekin biz 30 million ham demaymiz. Ya gap bugun shunaqa ku. Boshlandi yana Ya aka. gap bunaqa menga anaqasi bo'lmaydi. Sotaman dedim-ku. Bo'ldi 29 million so'm g'ij bichgan. Gap alinaqa haligi sotib olgan molami yo Kami ko'p aka. Kami ko'p, mana shu xaridorlarimiz turibdi. Biz kichkina mol emas, 1.35 ga plus minus qilaversin. Hamma tomoni 29 million so'm kami bor. 29 Qoyil qoldim, shuni aytib olsa bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Aloqaga chiqaverasizlar. G'ij bichgani bor buni. Bitta tushib berasizmi aka? Yo'q, unisini qilmayman. Ammo qoyil qoldim desa bo'ldi. Bo'ldi. Aloqaga chiqadi o'zingiz kamini berasiz. 28,5 kami bor. Joningiz sog' bo'lsin ana. Hurmatli obunachilar, davom etamiz. Mana ikkinchisi. O'g'izida 20 tani tevasida. Bu buqachasini olaymi e'tibor bilan. Voy, joningiz sog' bo'lsin. Bu bir oylik bo'lsa emas. Buni ham ko'rsatinglar kashtani, buqachani. Hadi o 60 million 70 millionlik molda ham yo'q o'zi, orqa ketlari bilan. Mana Bolasi joningiz sog' emib yurib 20 tani tevasida. Bir haftalik bo'pti akalar buqa. Tishi 6 ta akalar. Nechta sut beryapti aka bu? 20 tani yuqori tomonida. 20 ta hisob qilaversin, bunali sutini 30 litr 30. Bo'zay arqanchi mashaka yetalab chiqadi solindi xolos. Tagida yurgan aka. Kashdan bu qora bas. Joningiz sog' bo'lsin. Mana akalar. Rangi ro'ylar chiroyli akalar. Bola temboli buqa. Mana ham Zo'ra. 5000 dollarlik qilaman dedigani. Inshaalloh. Narxini men misol uchun mashmolni 42 million aytsam ham ko'taraveradi. Misol uchun bitta odam savdo qilib 40 million so'mga yo 41 million so'mga olsa ham mazza mol el qatori o'ladi o'shanda ham. Lekin men bu molni sizga 36 million ham demayman. Buni 38 39 36 million emas. Bor 35 million ham emas. 34 million so'm kami bor. Jon aka. 34 million so'm kami bor. Hayratda qoldiryapsiz yana. 33 million kami bor shu gapingizga. Joningiz sog' bo'lsin mana. 33 million so'm kam bor yuvoshligini. Voy joningiz sog' bo'lsin. Naporti qo'ying akalar. Mazza janob. Qani, bitta ko'rsatib qo'ying. Bizga avjiga chiqqan kunimiz xolos aslida mazasidan qattiq. Bo'ldi, o'g'il bo'ladi, bo'ldi. Video ko'rib maza qildim, mol ko'rib, deb shuni like deb bosib qo'ysa, gap so'z bo'lishi mumkin emas, u molda boshqada emas. Shuni sotilmaydigan molim yo'q, ololmaydigan odamning moli yo'q. Lupi mana ochiq ko'ngillida alina qilinyapti. Mollar bugun boshqacha narxda qo'yib beraman deganman o'zim. Kayfiyat ham shunaqa darajada kelgan. Aka boshlanish bomba bo'ldi aka. Tilaylamay qolyapti. Oxirigacha yana bombalashib boradi bu yanada. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar ola qorasidan so'raganlarga mana. Bolasi ham anchagina dadil bo'lib qolibdi buni. Zo'ra, cho'ni bertiradi. Mana, bola xunozin, onani yoshligi akalar. Sementarga bo'lsa gibrid, toza. Gibrid a? Endi eshituring, 22 litr, 23 litr paqirga tushayotgan suti. Buni dimlab qo'yib, so'zkalarga olib keling videoga bunday ko'ring. U har bitta molda ham bo'laveradigan mol anaqa emas. Mana akalar, so'zkalarni ko'ring. Soqqa odam mazza soqlaydigan endi. Mana. 20 litr suti bu aytishga oson xolos. Buni berish kerak-da buni. Lekin molini 20 litr sut sog'ib bera olmasam bekorga beraman. Kelib akalar mana shu yerda ko'rib, sog'ib Sineydonni sinab olaverasizlar akalar. Behijolat. Mana bo'lsa, u Xorazmgacha oladimi, Qoraqalpog'istongacha oladimi, haligi yo'lda qiynalib qoldi, o'tib qoldi deydigan bo'lsa emas. Ammo zararlasa 10 million so'mga topiladigan bo'lsa emas. Bo'lsa ham. To'g'ri. Lekin men bu molni 40 million, 45 million desam ham bo'laveradi. Lekin men 38 million ham demayman, 37 million ham demayman, 36 million ham demayman. Bor 35 million ham emas. Yana bitta. Ya. Yaxshi chiqyapsiz. Yaxshi ketyapti, yaxshi ketyapti. Bo'ldi 34,5 kami bor. O'tganga yarasha aka butun o'ting. Bo'ldi 34 million kami, ikki kishining gapi bo'lmasin. Joningiz sog' bo'lsin. Mana. Akalar kami bor deyilyapti. Endi aloqaga chiqib, Qoringa Asilbek. Turu so'zkan ne olib kelingda bu kameringizni. Mana so'zkalarimni e'tibor bilan ko'rsangiz sog'adigan odamlarga ko'rib mazza. Mana ko'ringlar. Qizig'i yo'q. Agadan bag'adan sog'iladi. U vazirlar to'g'rasida. mollar emas. Joning sog' bo'lsin. Akalar bola bilan ona ketaveradi O'zbekistonni qayiga bo'lsa ham. Mazza qiladi. Dastavkalar qilib beradi akamiz. Aloqaga chiqib akalar savdosini qilib olaverasizlar. Savdosi bor, kami bor. Davlat dangaldan deydi-ku. Deganda D harfini yozib qo'ygan o'sha Qirg'izistonda. Mana qarab. Mana. Zakasga kelgan davlat dangalga. Zaka, aka. Bo'lyapti. So'zkalarimni oling, keling.
Bergan bozayini ham ko'rsa, bishkirangan ham o'zi ham jonivor so'zkalar. Oho, suskani qaranglar. Mana bola. Mana 3 turibdi, haligi ichib ketdimda 20 kunlik bozay, haligi 3 kunlik yo 4 kunlik bas. 20 kunlik qo'nojincha bola. Akalar 15-16 litr, buni 22 litr, 20 litr. Ko'paysin. 15-16 litr, ash bittasini bo'zay yemadi, 15-16 litr sog'yapmiz maza qilib. Ikkinchi qorin. boladan tashqari akalar. Tashqari. Mana ikkinchi qoringa. Molni qarang, yeyishiga bor molni. Aka, nimalarga garantiya bor edi? Bitta qaytarib Mol yemasa, ichmasa, tepsa, ussa, o'zi emib qo'ysa, yo'talib tushkursa, 15 kun ichida mol meniki. Bo'zayini kasal qilib qo'ysa, ichini o'tkazib qo'ysa, yo sutini litrdan 1 litr, 2 litr tepaga, pastga boqsa, boquviga bog'liq. Avvalo sigirni suti oxiriga bog'liq aslida. To'pa-to'g'ri aka. Misol uchun o'sha videoyimda har bitta gapirgan gapimni javob sizga ham murojaat qilib telefon qilayotganda maynaqa bilan degan holatda bemalol qatirib va naqib olaversin. 15 kun ichida molimni tani joni sog'ligiga, yuvvoshligiga javobini qilaman. Joningiz sog' bo'lsin aka. Mana shu molni любой joyda, bozorda ham, boshqa joyda ham 40 milliondan kam aytilmaydi, lekin men 35 million ham demayman. Gapiravering. 35 million yo'q narx. 33 million ham yo'q. Yana 2 o'tyapsizmi aka? 30 million ham yo'q, nima bo'lyapti? Yana Qiziganimda. 29 million 500 ming so'm vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul. tekkiz ana. 29 million gami bor, g'ijbish. Kami bor Mol akalar. bitta e'tibor bilan ko'ring, enasini puli ham bor o'zi. Mana. Hurmatli obunachilar, o'tgan safar Davlat akam bilan bob baraka deb qo'l uribmiz. Kechasi bilan qo'llar og'rib chiqdi. Mana. Aslida bu qo'llar roza ketmonni ham jopib, molda ham etalab mehnat qilgan, bu mol tayini tozalagan qo'llarda bu. Mehnat qilgan Mehnat qilgan haligi ayol kishini qo'liga olgan, yumshoq qo'l ushlamansiz, bu shahardan o'sha sunaqasi. Biz qishlarda bo'lasiz biz. Jonim sog' bo'lsin aka. Mana qoringa Aha. 17 litr, 18 litr sut beryapti, 15 litrga bu bozayini oling. Voy, mashalloh. Mana buni qarang akalar. Mana bu urug'dan tushgan bozay mana. Bolari bor akalar. Gap to'g'il bolasi o'ta zo'r beribdi mana. Joning sog' bo'lsin. Suratda ham so'rtavoy ham so'zkalarni qarang, to'rtta joyda. Onadan o'tmasa sonmas akalar bolasi. Aytaman, Joning sog' bo'lsin mana. Mana. Originalidan akalar. Suyaklari ham juda go'zal ekan. Nechinchi bolasi edik aka? qorin 6 kurak. Ikkinchi qoringa 6 kurak. Voy jonivor. Mana suskalar qaranglar. Juda go'zal u. Bizi ham video ham bor-ku. Haligi shvet toza birinchi sort Rangi ro'ylari ham turmaq ekan-da aka. Oq tumshug'ini olaman dedi-ku. Aha. O'shanaqasiga mol. Gap yo'q, bolani qarang. Bolani qaranglar. Hozirdan ma'lum Aslida mana. unaqa qilib maqtovsiz, men bu molni 45 million narx aytib, xaridorlar qiynayman-da. Maqtamim bosh osmonga yetgani mol buni. Mol xonada yotadi, uyimizda yotmaydi bu. To'pa-to'g'ri aka. Buni sotib olaveramiz. 45 ham Aka 40 demasligingizni ham bilib turib maqtayapman-da. Sizni bilaman u. 35 million ham emas shu gapingizga. Yana. Nurullo aka sizdan biror nima deng. Mardlikka bugun hola mardligim, haqiqiy boshqachasi bugun. Hammasida ham bor mardlik, bugun boshqachasi. Joningiz sog' bo'lsin aka. Boringizga hech kim. Mana akalar, ro'y-rost. Ha, ro'y-rost aytilaversin. Lekin 35 million ham emas. 34 million so'm gami bor, g'ijbichkam. Joningiz sog'. Aka, shu gapingizni so'ramadim. O'zingiz o'tib berasiz aloqaga. 30 gami bor. Jon aka. Kayfiyatlar ham boshqacha dedim-ku. Tamom. 33,5 million so'm akalar kami bor, bola ham lekin o'rtacha narsa emas. Olib etadan keyin boqsalar akalar etagida bo'ladigan narsa. Onani pulini chiqarib yuboradi bolani o'zi. Navbatdagisi. Hurmatli obunachilar. Mana. Aslida bu molni o'tgan hafta Qashqadaryolik akamizga 35 million so'm qo'yib, 34,5 millionga Qashqadaryoga olib borib berishi bilan baraka qildik. Dastlabkalari bilan. Dastlabkalari bilan. Endi biz bugun ishdaman. Ertaman pul tushiraman dedik, 5-10 kishi so'radi, sotildi dedik. Ammo 17 litr, 18 litr bozaydan tashqari sut beryapti. Bolasidan tashqari. Ha, bozayni ichib ketdi. Lekin akalar bola ham uchib turibdi bozay ham. Sementali gibrid qarab turing. Buni sizga alina qilishimiz o'sha holatga bitta ish qilaman bugun mardlikka. Men nomardga mard o'laman. Nomardga nomard o'layman. Shuna anaqasiga odamlar bir maza qilsin, boshqalarga kuysin, boshqasiga omma odamga sotmayman molni. Gap yo'q aka. Narxi 31,5 million so'm gami bor. Seryozni aka. 31,5 million so'm gami bor. Davlatdan kelgan joyga 31 million. Bor degan joygachi. 31 million gami bor. 30 kam bor qilgani. Bo'lsa xalqimizga bo'lsin aka. Bu aslida 35 millionga ham o'zi jicha foyda qiladi. Men hozir 31 million aytayotgan pulga ziyon qiladi. Tam puliga.
Lekin bitta tantali qilingan holatga 31 million so'm gami bor molim. G'ij-bij. Bo'laveradi aka. Mana hurmatli obunachilar. Ketdi. Voy. Shu yerda videolarni ko'rib, talg'irini oqtarib, Jon aka bu yelin deganda yugurib borgan ekan, ha bu. yelin deganda ham, yeyish deganda ham, ovqat deganda ham birinchi borgan. Chinochilar oldi. Mana akalar. Qani? Hammasini ham chinoch ko'rsatib ketdilar mollar. Chinimga. Mana akalar. Juda go'zal. 3-qorin Nurullo, aslida hali joy. Buni bu yeliniga qarab 30 litr suti bor. 35 litr suti bor. 23 litr sut beryapti. 23 litr. Ro'yros akalar. Ha, bittasini mana bu yemayapti. Lekin 4chini qaymoq beryapti janob. 4tachinida qaymoq bermasa ham hisobbas. Qaymoq sirobdan. Molda hamma yo'g'i boshqacha. O'zi akalar shvedlar bilasizlar. Buni ola qoralarga nisbatan aslida vesi ham qaymoqli bo'ladi. Vesi ham 600 kilodan kam bo'lmasa kerak, mol to'g'ri bo'yi 1.60 bo'lmasligi mumkin. Lekin o'ta yapaloqdan. Yapaloqligiga misol mana shu mollarda ham 40 million aytmayman degan kunim bugun. Davlat aka. 38 million ham demayman, bor 35 million ham demayman. Juda tanta inson bo'lib ketdi. Bugun ashlaqa juda erkalar. Kelyapti, akalarimiz xaridor akalarimga birgalashib mana akalarim. Kelyapman. Bu akalarimga o'tgan safar 2 hafta 3 hafta haqida sigir berganman. Beshariqqa. Asilbek. Yana qaytib kelishibdi Xudo ekan. xolasa sigiringizdan barakat olib rahmat. Xuddi shunaqa sigiringizdan bering. Men sigir bergan odam xudo xolasa shunaqa sigiringizdan bering deydi. Men shunisiga quvonaman xolos buni. Men mashinamni 35 million aytmagandan keyin ayting, qaysi bozorda dehqon ham aytmaydi. Bu dargohga aka yaxshi narsa berganingiz uchun mana har hafta aka 30 ta 35 talab mol sotilyapti. Xudo xolasa. O'zicha bo'lmaydi bu. Shu bolalarning mehnati anaqasi. Shu laytni bosib qo'ysa, otangga rahmat deb kommentariyani yozib, laytni bosib qo'ysa, men chiqarib ishdan charchamay. Inshaalloh aka. Alloh kuch-quvvat bersin sizga. 34 million 500 ming kam bor. 500 mingdan yarashmaydi. 34 million kami bor. 34 million kam bor. Hech kam. Kami ko'p. Kami ko'p. Molni ne enasini vesini bilgan emas molni jonivor. Mana akalar. Molda biladigan insonlar uchun akalar yaxshi variant mana. Jonivorni ko'ringlar. Juda zo'r. Lekin akalar biri-biridan ortiqlar chiqibdi-da bugun. Haligi kuni Maqtovurib charchamaydiganlari. videoga ikkita bo'g'oz chiqardik. Narigi bo'g'ozini o'tgan safar mol olgan akamizga, qadrdon akamizga juplab berdik. Jupida ular ha? Ha, ular juplab berdik. Mana mol bugun tuqqaniga 5-kun. 5-kun. Kechagi suti 26,5 litr. Bolasini yalab turibdi akalar. Ha, eshitib turing Asilbek. 26,5 litr kechagi suti. Ertaman kech paytki suti. 4 mahal sog'ilgan endi shu kech paytgacha bo'lgan holatda. 26,5 litr sut o'lchagan. Bu molni hozir ham sog'adi. 15 litrlik baqiri 13 litrdir balkim. Ashunda 2 baqir ham sog'averadi. Sutga ishlayman, qaymoqqa ishlayman deydi-ku. Ishlaydi birinchi sut moli. Mana aka. Yuvoshligini ham ko'ringlar mana. Tomonidan. Jo'ning to'g'ri. Hurmatli obunachilar, ko'ringlar mana. Napurlari ham juda kuchli ekan, aka buni. Akalar, Qochoqlarimiz tolchani qo'yib olib kelinlariga bermaydi bu molni sog'ayatib. Sog'ishini. Uzmay qo'ying Asilbek, misol uchun qancha minutda soqqanini xalq obunachilar ko'rib, jivoyini ko'rib olsin, maza qilsin. to'g'ri aka. Mana. Akalar, bu yonida ham bitta mana Sanjarbek o'tirib sog'ayapti. U yoq bu yoq tanlamaydi akalar. To'rt tarafdan soqsa, Xohlang to'rt mana tarafdan akalar. turadi. Chapidan, xohlang o'ngidan. Mana. Asilbek unaqa bir ikkita baqirga sut yeb qoladigan mol bazaman. Mol zo'r ekan. Yuvoshligi ham zo'r. Vachi, bolasini yalab turishini qarang jonivorda. Otaxon nima bo'lyapti? Yoqdimi mol? Yoqdi. Shuni bosib o'raylikmi, ha? Boshqalar Asilbek mollarda yaxshiligidan qaysi birini molni hammasi yoqdi deyapti. U puliga ham o'ylanganimiz yo'q deyapti. Faqat qaysi birini olishga o'ylanyapmiz deyapti xolos. Mana haqiqiy gap, xolos. Qaysi birini biri-biridan zo'r. Mollar saralan bozorga chiqib, hadib bozorga chiqaradigan mollar emas mollarim, haqiqiy ham. Misol kelib aytilgan sutini uyimda o'lchab, oxirinda ko'rib oladigan odamga hamma sharoitini qilib beraman. Molim olmay kelsa ham xafa bo'lmayman. Kelib eshigimda bir cho'qim oshimni mehmon bo'lib ketsa bo'ldi.
Musulmon odamdan ikki musulmon odam kelib mehmondorchilik qilsa biz xursand bo'lamiz xolos. Aka, bejizga aytilmaganda davlatdan keldi. O'zi xalqni o'zi qo'yib turibdi Xudo sizga. xolasa shu kunlarda yetkazganni Allohga minnatda shukr. Shu kunlarga yetkazib shu Joni sog' bo'lsin aka. duosini olishni nasib qilgan Allohga hammamizga bersin. Ko'p qatorda bersin. Molni qarab turinglar. Mana. Suti ham atala jonivor. Mana Tuya aka. qolmaydi molni yerinde. Mana bolasini yalab turibdi jonivor. Yuvoshligi ham juda zo'r ekan. Mana. Qo'llar toyib ketdimi Sanjarxon? Mol sog'maganimiz bilinadi. Mana. O'zali qo'l tortib. Bo'ldi, olavering. Soqsa tugab qolmaydi aka. Mana, qarang akalar, ko'pirib Paqirlari ketgan. bilan ne olur ya'ni paqirchanimni Juda zo'r. chiqarib hali anaqa emas. Kayfini beraveradigan mol. Luboy sog'ib ichaman degan Zo'r. xojonalarimiz shuni istovchani tagiga qo'yib, molni maza qilib o'tirib sog'ib, o'g'lim olgan puling bola chaqangga nasib qilsin, bolalaring orzu havasini ko'r deydigan mol. Molni shoxlariga ham e'tibor bilan 6 dona. 80 ga kirgan kampirlar keliniga bermay sog'aydigan. Men sog'adigan mo shoxlarni ikkinchi qoringa siz ham hamma ishini o'radi. Lekin uchinchi qorin. 3-qorin. Akalar halollikda gap katta mana. Bola nima dedik? Bolasi qo'najincha. Qo'nojin. Gap yo'q akalar. Mana. Haligi uyini molga to'ldiradigan variantdan akalar. Joning sog' bo'lgurdi. Bellari ham juda kelib o'rgan ekan. Mana. Aloqaga chiqaveringlar akalar, yetkazib beradi akamiz, qaytgacha bo'lsa ham. Endi chiqqandan keyin 50 tepasida bermayman dedim. Endi o'sha va'dani bugun buzib turib, o'sha Bo'g'ozliydagi 44 million so'm kami bor, gap so'z yo'q. Kami Aslida bor, bolasi bilan ham. Obunachilar maza qilsin. Tamom aka. Sizlar anaqa bas. Joningiz sog' bo'lsin. Bo'g'ozliyda bilinaverasin, gap so'z yo'q uni. Oxirigacha tatlinson bo'ling aka. Boshqa Tantiligingiz tugamasin. Qolgani qilmadi deydigan bo'lmasin. Aha. Laytda bosib otingga rahmat yozib qo'ysa foydasi qiziq bo'lmaydi molimi. Gap yo'q. Navbatdagisi, hurmatli obunachilar. Mana. Gap yo'q. Olasa bo'lsa ham qo'shib olsin. Aha. Olasa 13 litr, 14 litr sut beradi, lekin 3 ni qaymoq beradi. Juda polvon narsa ekan aka. O'zi yangi tuqqan mol. Qaytaringchi. Tuqqaniga 1 oy oldi buni. Mhm. O'zay bo'lmagan 30 millionni yonaveradi. Olganman o'zim bo'g'ozini. Lekin bugun mardlik qilaman degan kunimda mana shu molda 13-14 litr sutga 22 million so'm kami bor. Jon aka. 22 million so'm. Bor jon aka, 21 million so'm kami g'ij-bij kam. Aloqaga chiqinglar akalar. Molni ag'idan bag'idan 3 qoringa. Oldim deganiga sotiladi akalar. Qaytish yo'q. Martiga sotiladi, bu unaqa qaytdim bo'lmaydi. Mana. Mana bolasi qo'chasini qarab turganmiz. Voy jonivor. Mollarni lekin aka o'ta hali yuqori did bilan Ya bugun boshqacha dedim-ku, saralan o'zimda turgan O'ta zo'rlar. O'zimda turgan molim nimalarni boqib turmayman o'zim ham. Mana bolani ko'ringlar, bolani. Qarang, mana qarang. Voy Kimniki jonivor. tushgan yo'q hali novotchan. Yo'q-a? Kimniki tushgan yo'q. O 1,5 oylik o'zayda keladi o'zay. Mana buni qarang. Uni kindiga osilib turibdi. 3-qorin. 3-qoringa. Endi nishuryapti. 15 litr sutini sog'ib turib, bitta emchagini mana unga shuni qo'yib beramiz. To'liq. O'zaga bermasa 20 litr ham bersa kerak. Lekin biz 15 litr, 16 litr sutini sog'ib, mana shu novoschaga qo'yib beryapmiz. Buqachasi Akalar, oxirigacha mana shu buqani sutga to'ygizinglar akalar. Normal pulli bo'ladi. Mana. Buqani ko'ringlar, juda zo'r. Davlat aka qancha aytamiz endi bunga? Jonivorga. Samadorim birontasiga Nurullo bilan bir maslahatlikda mana Biz qimmat aytib qo'yamiz aka, qimmat aytib qo'yamiz. 35 million so'm ko'taradimi shu molim? Ko'taraveradi, lekin sizga Men yarashmaydi. 30 million ham demayman. Shu novos bolasi bilan 15 Yo'q-a? 30 million ham yo'q. Bor 29 million ham yo'q. 28 million so'm g'ij-bijgan. Yarimiga nima bor aka? Bo'ldi 28 Tekis million. qo'yavering. Bo'ldi gap so'z yo'q. Joningiz sog' bo'lsin mana. Bola bu 28 million so'm Shved yana kami bor akalar. Mana. Oxirida yomon qilasa aka, mana bular yondirib yuboraman, yondirib. akalar oxirigacha ko'rib turinglar, bu yoqda gullar turibdi hali. Mana. Navbatdagisi. Bo'g'ozmi aka bu? Birinchi qoringa rossiyskiy olaman deb o'zim tug'dirib olaman dedi-ku. Birinchi qoringa. Kuray bo'zay o'zi. Akalar birinchi qoringa ekan mana.
Chiroyli. 10 talab, 15 talab bolasini olaman deganlarga. Shoxlariga ham e'tibor qilsangiz, endi shoxlari chiqyapti. Hali 2 yoshga ham to'lgan molda o'zi ham jonivor. Mana. Mana yosh ko'rinar ekan ko'rinishlari. O'zi ham monam yoshda. Mana. Molni 40 million, 42 million degan ko'taraveradi, lekin bizda unaqa narx bo'lmaydi. Doimgidek. Ha. Bor 35 million ham demayman. Aka necha kunligi qoldi mana shuni? Alloh qaysi kungacha nasib qilgan Bir hafta u yoq bu yoq, ha? Uzaqib ketsa 10 kun. Aha. Uzaqib ketsa, rosa uzaqib ketsa 15 kundir. Balkim 3 kunda tug'ar. Endi birinchi qorin, endi buni men qochirgan bo'lganimda Asilbek. Buni mo'kini qo'yganman derdim. To'g'ri. Bir hafta u yoq bu yoqqa beraverasiz. Aytayapman, xudo xohlasa tug'dirib bering desa, tug'dirib ham beraveraman. Bu yoqqa ham kelishib qo'yaverasiz. Joningiz sog' bo'lsin. Qanchaga beramiz endi buni? Men buni 40 million ham demayman, bor 35 million ham demayman. Birinchi qorin rossiyskiy qochma xonajinni ham bermaydi zarlusi, zo'rini. Xunojinni ham 28 tepasida olyapti-yu, Abroruz o'zi ham. Xudo xohlasa 34 million so'm g'ij-bichgan. Davlatdan kelgan joyga 33 million so'mga bor. Bo'laveradi aka. O'ta go'zal. Jersey deydi-ku. Bolani ko'ringlar akalar. Ham xonajin olaman, ham sigir olaman deydigan akalarimizga. Mana. Balki qornida ham bordir buni. Yo, Allohga ayon endi unisi. mana. Tekshirtirgan unaqa vaqtimiz bo'lgan, masdan mashag'ini qilib. Joning sog' bo'lsin. O'zimiz haligi eski rossiyskilardan mana. Qorvalarda, qo'shada qozonlar, qorvalarda 3-chi qorin chista. 3-qoringa bolani ko'ringlar. Mana bolani 15 litrga olaversin molni 20 litr suti bor o'zi. 5 litr nash bo'lsa-yi, 15 litrga choyli yo'lda olasiz. Mana osti. Joning sog' bo'lsin. Necha oylik? Choyli. Bolaya? Bola 3 oylik. Favqulodda menga bo'zay kerak emas deganlarga 10 million so'mga bo'zay o'zimga qolaveradi. G'iromli qilgan nomard. Tamom. Narxini ham aytaymi? Men bo'zayni 10 million derkan deb, momolda ham 40 million deb olmayman. Bolasi bilan qo'shilishib 38 million ham yo'q, 37 million ham yo'q. Bor 36 million so'mga bor, yarimi ham yo'q. 36 million so'm. G'izbichkam aka. Lekin bolasi zo'r ekan, buni bolasini sizga tashlab ketmaydi o'ga odam. Yo, endi unisi anaqa Rosatanni joyi 35,5 ga ham gami bor. Joningiz sog' bo'lsin. Endi haligi 2 oylab video ko'rib molni zo'rini chiqib bos olaman. Birinchi qorin dedi-ku, 10 yil mol qilaman dedi. Aha. Menga hech bo'lmasa 20 litr sut berish kerak, bo'lmasa 25 litr sut berish kerak deydi-ku, akalarimiz misol uchun olib Yosh bo'lish kerak deganda, va? Yosh kelganda bag'ri sementali gibrid tug'ilgan. Buni qarang. Mana. Yuragini och, qisqa joyini och, birinchi kiyim shundan boshlaymiz. Bolani ham juda chiroyli beribdi lekin. Mana akalar. Nima deyapti bu? Mana. Tuzuymi? O'ta go'zal. Az. Mana. Bola necha kunlik bo'ldi dedik aka? Kindiga hali turibdi-kan. Bugun 4-kun. 4-kun. Juda chiroyli narsa beribdi lekin. Ha buni qarang. Bo'zay tayda emib yurib 20 litrda yuqorisida suti. Xudo xohlasa bo'zayga arqam tushsa 30 litrda qoralab borib sut beradigan mol birinchi qoringa. Inshaalloh. Ha, rossiyskiy birinchi sut pervoznoy holati. Mana akalar. Narxini 55 million sizdan ko'taraveradigan mol. 55 million desak ham ko'taraveradi. Ha. Siz ko'tarolmaysiz. Lekin sizga yarashmaydi aka. Men 50 milliondan ko'tarolmayman Nurullo. Men unaqa men zarlosa 45 million ham demayman. Men 44 million ham demayman. Joningiz sog' bo'lsin. Oxirigacha mayna qilib kutib biz obunachilarimiz kutgan obunachilarimiz uchun. Mana. 43 million ham demayman. Asilbek 43 million ham. Voy ana. 42 million so'm g'ij-bichkami bor. 41 million so'm kamini qilib berasiz aka. 41 million so'm kami bor. Joningiz sog' bo'lsin aka mana. Yoshini olaman degan. Lekin mol bor akalar. Videolarda o'zlaringizdan ham olib boryapsizlar, bozorlardan ham olib boryapsizlar. Qani sog'a 10 yildan keyin, 3 yildan keyin ham 3 tug'ish o'ladi mana mol. To'ppa to'g'ri. Ne molvozak ham Yiliga bola beradi akalar. Keyin bu rossiyskiy aka bitta tomoni bor-da. Issiqqa ham sidaveradi-da, bu issiq sovuq demaydi. Endi shuni ikkinchi qorin sherigi bor bitta. Voha tarafdagi akalarimiz ham bemalol xotirjam olaveradi. Mana, bolani ko'ringlar. Joning sog' bo'lsin. Navbatdagi akalar. Voy. Bakti qarang akalar. Joning sog' bo'lsin.
Bolasiga men. Bolasini ham bitta e'tibor bilan olinglar shuni. Qo'zayni. Mana akalar. Mana bolasi. Bolasi nima aka buni? Buqacha. Buqasi. Qilaman dedi, 5000 dollar qilaman dedi. Zotga aka. 3 kunlik holatida 25 litr sut beryapti. 3 kunlik holatida. Ana uni qarang. Gap yo'q. Bolasi O'zi- qancha tushgan yo'q jonivor. Sutni beradigan mol ekanda mana. Mana Bolani bozor ko'ring. kunlik bozorda qarang. 1,5 oylik bozorda kelyapti-ku bozor buni. Voy joning sog' bo'lsin. Mana. Bu yoqqa aylantirishchi. Qaranglar mana uni. Mana. Juda mehribon. Juda mehribon mol. Bunaqa bo'ladi. Mollarimni bakilariga xudo xolasa beg'ijo hammasini ham. Ammo Mana menga akalar. yarasha boqaman Silviya Nurullo. Orqasidan amirg'ib chiqib turibdi mana yelin. Siz aytmoqchilik 55 million, 50 million deganlar ham ko'ryapmiz, boshqa bo'lyapti. Lekin men alinaqa o'zini manmansirashga yo boshqaga kirib 45 million ham demayman, bo'g'ozini olib tug'dirganman, mehnatini qilganman. Xudo xolasa 45 million ham demayman, 44 million ham demayman, 43 million ham demayman, 42 million so'm g'ij-bij kami bor. 42 million so'm gap kami bor. Kami bor. Yo agar jupini olaman desa qanchaga berib Buni yuboraman? olaman desa 41 dan jupiga kami bor. Endi bitta mart gap gapiraymi? Bir Gapiring. joyga 80 millionga ketdi. Bor beraga. Joning sog' bo'lsin ana. Martiga. Akalar mana ko'ringlar, ikkalasi ham yosh. Mana. Biri-biridan zo'r. Buni qarang. Mana. Chiqoringalik gigantini olaman. Galishtin ham bas. Metrovoy aka bu uzunligini qaranglar buni. Belarusiyani moli bu. Ular ko'p kelganida, Mhm. xudo xolasa, sheriklarni bergan odamlarimiz 42 litrgacha ham sut sog'ichyapti. Biz hozirgi kunda berayotgan sutni 27 litr, 28 litr. Bu dayni qarang, bu tushmagan. Mana bu zay. Buni qarang. Ana jonivor. Mashinaga bir Asilbek siz narx aytasiz. Jon aka boya aytdi mana. Molim yarim narxiga aytib qo'ysangiz qirg'ingan nomard. Jon aka. O'zingiz 60 million aytdi. desam ko'taraverdim mana shu molni. Aytdi-ku boya. Qanaqa siz demaysiz. 50 million ham demayman. Joning Bo'lyapti. sog' bo'lsin. Obunachilarga 48 million ham emas, 47 million ham emas. Mana shu xaridorlarga mana shu gap gapirib turdi. 45 million ham yo'q. Mana shu molga bitta e'tibor bilan men ko'rsating. Molni ko'rsating. 45 million ham emas mana bu. Mana mol aka. Nima bo'lyapti? Davlatdan kelmisiz axir? Bo'ldi 44 million so'm kam bor. Ena bola pul 44 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabki va ammo favqulodda mana shu molni 8 oylik bo'g'ozini 44 million mat deyapman. Qonida 8 oyligini 44 million so'mga bersa, kami o'tib bermasa ham o'zim xaridorman. Mana shunchalik molni. 44 million so'm vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida. To'roy bu molni boqib mehnat qilganimiz uchun bu molni qo'qmayotganimiz, molda 7 oylik, 8 oylik paytda ham 17 dan 18 litr suti bor edi. Mana bu 8 oylikda ham aka. 8 oylikda ham. O'shaning uchun molga bir muammosi boshqasi yo'q molda. Oyog'ida, yelinida, boshqasida umuman muammo bor yo'q. Gap yo'q. Mana akalar. Endi aka 8 oylikda ham deymiz-ku, lekin sizga o'xshab qaraydigani bo'lsa beraveradi. Haligi oldiga bir siqim somon tashab qo'ysa bermaydi u. Buni unaqsa mana Mehrni berish kerak. rossiyskisi bor-ku. Mana. Shvet. Qollovchi qarab 20 litr soqsin. Ol bizani. Savayskiy akalar. Molda ikkinchi qoringa zo'ra. Ikkinchi qoringa mana. Bolani ko'ringlar, bola. Arqon tushgan, oni qarang. Mana bola. Bolasi nima buni? Qo'nojin ko'paysin mana. Joning sog' bo'lsin. Molda olgan odam maza qilsin. O'ta baquvvat mol ekan lekin aka. Mol narxini aytaman, qo'l qoldirib qo'yaman. Mana akalar. Sog'lomligini ko'ringlar buni. Shu bolajon ekan-a. Davlat aka. Bolasini yalab turishni qarang, jonivorni oling. Mol bo'ylarini ham hamma ikkinchi qoringa tozasini, zo'rini. 20 ta bilan 25 ta oralig'ida maza qilib 4 tomonidan suv soqsin, qizig'i yo'q molda. 4 tomonidan soqsin. Narxini 60 ga aytsam ham ko'taradi, 55 aytsam ham ko'taradi. Bitta martli qilamanki 50 million ham aytmayman men. Yo'q-a. Ha. 49 million ham aytman, 48 million kami bor. Bu gapimni 48 million aytayotganimni kimlardir tushunib olsin. 48 million so'm kami bor mana. 48 ham emas, qo'lni bering. 47 million yana kamini qilib berasiz. Yo'q, unda chuqurga davolasiz. Bo'lsa bo'lsin, bugun bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin aka. Mana. Akalar, hamma yo'g'ini ko'rib olaveringlar mana. Jonivorni ko'ringlar. Nurullo aka bo'yini nechida bo'ylaysiz aka? Bo'y basni bitta gapiringchi. 150 chiqadi. Xotirjam aka. Mana.
Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar, ekranda doimgidek nomerlar bo'ladi. Bu ham u. Inshaalloh molni zo'rni olaman deganlar shoshilaverasizlar. Xudo xolasa videoni davomida qilasiz. Mana shu akalar ham hammasi molga kelgan. Xudo xolasa mollarni tanlaydi. Men o'tib beraman aytgan pulimdan. Mana shu yerda o'zingiz guvohi bo'lasiz. Kelinaversin, bu videoga chiqargandan tashqari 10-15 ta sigir. 10-15 ta bo'g'oz. Hamma bo'g'ozlar, hamma holat bor, Asilbek. U hali mana mol tuya qoldi. Tez kelishsin, layt shunday bosib turib, shunday yo'lga chiqsin. Maka kelgan odamni o'rni bo'lay. Telefonda ham misol uchun o'zini misol uchun sharoitiga qarasin. Lekin managa kelib musofirdan turib telefon qilgan akalarimiz bo'lsa, chek-chegarasi yo'q, buni beramiz mollarni. Inshaalloh aka. Xudo xolasa laytni bosishib, aka-ukalarimiz Xudo xolasa maza qilsin. Shu videolarda ham shu akalarimizga bergan videolarimizda ham Xudo xolasa shuni qo'shasizlar, Nurullo. Xudo xolasa beraman mollarni. Aytilgan narxlarda hali boshqacha borgandan kelgandan keyin boshqacha halinaqa narxlar yo'q, unaqa narsa yo'q, umuman yo'q. Hayoliga Gap akamiz, hurmatli gap otilgan u adashib ketib, olgan pulimdan kamiga aytib qo'yganim ham qiziq yo'q, sotaman. Sotib ham qo'ydim. Joningiz sog' bo'lsin. Adashib aytganimni ham sotaman zarli. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar mana. Emas 62 kerasi olib bortirib, arg'amchi ham dastakasi ham mendan. Xursandchilikdan bersiz oldim. Yo'q, ama 56 millionga juda kam bittasi. 34lik bilan 29lik o'zi 62 ga yaqin million. Keling, martlik qilaymi? Ha? Martlikka olasizmi? Yo'q, aziz gapiraman, 500 ming 1 million gapiradigan bo'lasizmi? Aytilgan pulidan 2,5 millionga ham bering. Jupolyapsiz, kim aytadi, naqd 60 millionga olib bortirib berishi ham mendan oldingizmi dangallikka? Ya mana xursandchilik bilan aytdim, uni siz yo'q qo'yib bering. 2 million kam qilib. Yo'q, martlik videoga olib turishni xolos. Bu mana 57 mingdan beraman. 2,5 million. Yo'q, 57 xursandchilik Yo'q, bersiz. 58 turar, arkasidan 57 biz Yo'q, tomonga o'tib onda o'tolmay qolaman. 57 Yo'q, xursandchilik. yo'q, 58 tur 57. Davlat. Yo'q, narsada. Cho'ntaq qarabda bu. Bu odamlar bilan hozirgina bozorda ko'rishdik. O'zing bilasan. Nurullo, mollarni Shuni ashi dangal deganchi keldi. Nurullo, Dangal 60 million so'mga bersam, eshitdir. Nurullo, o'zing mana mol ziyon qiladi ham puliga. O'zi bergan pulimga, nari bir-biriga kiyishyapti, xolos. Bitta narsa, bu odamga 62,5 million, 60 million demadim. Bo'ldi 2,5 milliondan yana 60 millionga dastakasi ham, arg'amchisi ham, mendan ikkita ena bola sigirdi, bittasini bolasini ovoz, bittasini qo'najin. Ikkovi ham urib. Xursandchilik bersiz oldim. Dangallik qilishingga endi. 60 ga oling. Yo'q. Ya siz gapiring o'zingiz. 57 beraman, o'rtadan bersangiz. Yo'q, unaqa gapirsiz. Unda 6 millionga ham so'rayapsiz-da. O'zingiz 58 so'rab turib, arkasidan 57 deyapsiz-da. Ashuncha. 58 so'rang. Bu o'rtamiz sashinga. 58 so'rang. Beranda davlat. O'rtachilik bersiz oldim. Bu mana dangallik qilman. Lazım gapirib ol. Ha, kerak qo'lingiz menga kerak. Martlarcha olasizmi? Ammo undan keyin zotmayman, 60 ga ham zotmayman. Endi tantiligimga qarab turib turing endi. 500 ming 1 million emas, sizniki 58 million emas, meniki 60 million emas, 62,5 million emas, 59 millionga hamma yo'q mendan oldim. Men xursandchilik bersiz oldim. 58 ga qo'ysiz, dangallik qiling. Ha, berdilar. Bo'p baraka. Men sotaman, boshqasi sen ham sotaman. Iloji odat, sen ham sotaman. Barakasini bersin. Baraka topsin. Aka, o'sha olib ketgan molingizdan xursandmisiz? Senga bir suyunchi edi, rahmat aytdi. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, suyunchisi mendan gap so'z yo'q. Aka, buyurim nasib qilsin, oxiringiz molga to'lsin aka. Molingiz menikidan ham ko'payib ketsin sizniki. Ha, akaga jicha shu ishlari qaytgungacha hali komfortniy masala bo'ladi aptekada. Shuni bezlari qaytgungacha fraselin bilan sal ishqab turasiz aka, qaytadi. Xudo xolasa ki 25 litr tevasida sut beradi o'sha birinchi qoringa. Yo, bezi bo'ladi-da. Qachon bugun tug'dimi o'zi? Aka, oxiriz molga to'lib maza qiling aka. Favqulodda 3 million so'm foydasiga qaytib bersiz, o'zim xaridorman. 60 millionga ham yo'qmi? Aka, baraka toping, mashina qilsiz maza qilaman xolos. 39 million so'mga shu akamizga 3 kun bo'ldi berganimga. Video davomida edi aka, hali pryamoy sizni eshittiryapman aka. Aka, asha onangiz bilan kelib duo qilib, sog'inchilash, onangiz bilan kelib hurmat qilib, bola chaqangiz bilan maza qilib sog'inching, oxiriz molga to'lib sig'may qolsin. Aka, kelinaveradi, bexijolat aka. Sog' bo'ling aka, rahmat sizga. Onangizga duo qildirib qo'ying, sog' bo'ling, xo'p. Ana hurmatli obunachilar.
Gap isboti bilan. Isboti bilan uni bir uyushtirilib, mana shunday orada telefonni kim ekan dedik. Mana kecha endi Quvali akamiz bu videoda 39 million so'mga onasi bilan kelib, pul yetmay qolib, mol zakaratini berib ketib, 3 kundan keyin olib bortirib berdik. Gap 3 million so'm foyda beradi desam, 60 millionga ham yo'q, 39 millionga beradi. Maza qilsa, shunaqa qilib maza qilib qilaman men. Aka, bundan ham martabangiz ulug' bo'lsin, ilohim. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar, hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Mana bu akalarimiz. 44 millionga 5 ariqacha ketadi. Aka, bu bo'g'ozingdagi pul xolos o'zi mayli. Qo'l 43 yarimga ham beraver. So'kimni. Yo, anaqa men ammo u 40 tevasida keyin o'zi ham kelgan holatda. Yo. Aka mana ikkita moldan o'tib bergan bo'lsam, 4,5 million pul o'tib berdim. Arzu havas qildik Yo, gap so'z, unaqa 5-6 million bilasiz-ku, unaqa oldin ham mol berganman-ku, unaqa 5-6 million qo'yib aytilmaydi bizda. Video davomida ham ko'rsatib Mana shunisi aka. Ha, ko'rsatilgan. Aka, o'tgan safar ham martli qilganman. 3 kishilar ham 1,5 million o'tib berdim. Bu safar iloji yo'q 4 kishi ekansizlar. Bo'ldi, dadam o'g'lim 2 million so'm ham beringlar. Qancha bo'ladi? 42 million bo'ladi. Yo'q, u qantalikka xolos 43 dan ham bermas edim. Bitta dangalik qilingsa, siz ham qani? Yo'q, 40 million so'mga bola chaqamizdan mehnat qilib tug'dirganimizga foyda qilmaymiz. Ochiq yo'l kelsangiz ziyon ham qilib qoladi. Men ochiq o'ynatib 4 million so'm ko'paydan. Men o'tgan safar ham aytganman, primitga qaytish yo'q. 3 kishi kelganlar ham 1,5 o'tganman. 4 kishi kelganlar 2 million. Ammo 10 kishi kelganlarda 5 million o'tib berardi. Qazig'i yo'q edi. Keyin safar 20 kishi keldi aka. 20 kishi kelsa 10 million o'tib beraman, menga qizig'i yo'q. Unaqachilarcha ham bor. Kelaversin. Joni sog' bo'lsin. Yo'q, unaqa demang. 42 million so'mga arg'amchisi ham mendan, dastlabkasi ham hamma yo'q mendan. Sizdan 40 million. Yo'q, men 40 million so'mga foyda qilmay qolaman. Men misol uchun ochiq yoriq aytib deb. Menga qarang, bitta gap 40 million 500 ming pul olasiz, olib bortirib. Yo'q. bering. Bering endi. O'tgan safar mart gapimni olganingizga gapirdim xolos. Yo'q, men ham yomon aytmadim bu safar. Ha. 40 million 500 ming so'm. Endi bitta narsa qilamiz. Eshitdiring. Qani? O'tgan safar 4 kishilarmi? Aslida ham sizlar tomonidan kelgan, o'qol tomonidan kelganda, ashbolaga Men ham 500 ming kam qilib 1,5 million. Qobil bo'lman bor, ey. 100 ming ham. Ey davlat aka. Yo'q, unaqa demang. 41,5 million so'mga olib bortirib beraman. 40 million 500 ming so'm. Bo'g'ozingdagi pulidan ham arzonga tushib ketdi aka. Bu molda 41,5 million, 42 million Davlat aka. ham bo'lgan Asilbek. Bo'g'ozni tug'masdan 41,5 million, 42 million sotdik. 41,5 million o'tgan safar mol olib baraka topgani uchun. 40 million 500 ming. Yo'q, unaqa demang. 41,5 ga olib bortirib beraman. 2,5 million. Kellaylar gap olasizlarmi? Yo'q, ag'iga. Gapni olinglar. Unaqa qilmanglar. Mana gapiring aka, gapiring. Sodasida ham aytaylar, mana shu molni foqirada sotilmay qolsa 40 million 500 mingga bermayman, 41,5 millionga bermayman. Gap olmaysizmi? Kamiga iloji yo'q. Gap olmaysizmi? Yo'q, unda iloji yo'q. Jon aka. Olmagan ham, sotmagan ham foyda ziyonni boshqani nima qiladi? 500 ming. 41,5 bo'ldi. Ta keladilar havas qildi. 41 million so'mga siz oldingiz, siz sotdingiz bunaqa bunaqa gap. Yo'q, 41 ga emas, 41,5 ga oling. Yo'q, 40 ga savdo bo'lmaydi. O'rta, ey, tog'a gapni oling. 40 million 500 ming. Mana 500 ming bilan 500 ming bilan siz ham nima qolmaysiz. 40 millionga savdo qilmayman. 40 million. Aka 41,5 millionga mol olib baraka topganingiz uchun beraman xolos. Ammo boshqa odam so'rab qolsa 43 dan ham sota olmayman. Mo olib 40 million 500 olavering. Yo'q, ammo 41 ga ham imkoniyati yo'q. Nimaga 40 million so'm kelgan o'zi? Hamma yo'g'ini aytib sotaman endi. Aka tug'dirib mehnat qilib 15 kundan beri boqib 500 ming so'mga olib bortirib bersam, bola chaqam bilan qilgan mehnatimga foyda qilmay qoladi. Ochiq o'yin dedi. Kellaylar gap olinglar, o'rtada qilinglar. Kela kelganiga xolos, sizga xolos. 1 million ekan. Ha, bor baraka. Bob baraka, gap yo'q. Joninglar sog' bo'lsin. Otam bitta duo qiling endi. Bitta duo qiling. Hammalarga omadlarini bersin. Joni sog' bo'lsin. Mollaringiz ko'payarsin. Amin. Xalqimizga xizmat qiling. Do'stimni ham duo qilib qo'ying, hojida yuribdi Umrada. Abroruz o'zi umra safariga ketgan hojdada. Ilohim ziyoratlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Hammamizni qayta borishlikni nasib qilsin. Hammamiz chaqirganlik qilsin. Alloh chaqirsa hammamiz boramiz. Topgan pullarimiz faqat obunachilarimizni ham o'zimizni ham yaxshilab shunaqa kunlarga nasib qilsin. Amin. Ukam ham sog' salomat, ota-onasining oldiga, bola chaqasining oldiga sog' salomat kelishini Alloh nasib qilsin. Amin. Xudo xolasa bizni ko'rib kuzatib bor ekan, ukamiz uchun ham hayvonlar ko'rib maza qilib laytni bosinglar. Mana shu olgan molingizdan aka baraka topib, oxirgi molga to'g'ri. Yana takror mollarga kelishni sizga nasib. Allohu akbar. Allohu akbar. Salomat bo'ling.